xonadonga keldik. Birinchi xonadonda 5 ta farzandlari bor. 5 ta boquvchisi yo'q. Assalomu alaykum. Ertaga keldik. Qani bolalar? Bolalar bolalar. Xonami? Qani bolalar? Bittasi maktabga ketdi mana. Qaraysiz. 5 tami sizlar? Chiqinglar. Hey! Jujuqlar, mana sizlarga shirinlik olib keldim sizga. Telefonda ber, chiq bu yoqqa. Qaranglar sizlarga nima olib keldi amakisi. Voy. Assalomu alaykum. Mana qara. Mana. 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 Sizlar ol hammasi sizlarga. Ukangga olib bor, ukangga olib bor. Qani oling. Shut. Yuzingiz yorug' bo'lsin, kechagina ham bergan ekansiz. Amin. Ikki dunyo yuzingiz yorug' bo'lsin. Amin. Bo'ladi. Bo'lsin. Qiyomat kuni mushkulinglar Alloh oson qilsin, sizlarni Alloh ko'tarsin. Sizga halol qilsin, sizlar savob beradi Alloh. Sizga yeting. Amin. Hech ham egilmang. Maqsadga yeting. Sizni Allohga tavakkal qildim. Amin. Allohga omonat qildim. Qani bu bolajonlarning otalari qayerda? Qani sizga ancha olib keldik. Tovuqdan bor. Kartoshka bor, xudo xolasa. Bu yerda hamma narsa bor, xudo xolasa. Bu yerda 45 xil produktlar. Kuni ham shunaqa. Shu bolalar bilan maza qilib, ha. Oshlar qilib yeydi. Ye, mana kichkinani ehtiyot qiling, kichkinani. Hey, yetdimi hammaga shirinlik? Ha, nima bor ekan ichida? O'xdi. Ha, bo'ldi mana. Qara rasm bor ekan. Hurmatli do'stlar, bu opamiz mana 5 farzandlar bilan shu bir xona uyda, kvartirada yashayotganlar. Nomerlarini qoldiraman. Shu opamizning nomerlarini, kvartiraga pullari yo'q ekan. Kimdir ro'za kunlari shu 5 ta bolajon uchun atalgan mabodo qanaqadir bir byudjetlari bo'lsa, o'zlarining nomerlarini qol. Necha nomeringiz? Tohid opa, eslab qolinglar mana shu raqam 94lik 240 81 40. Mani nomerimni so'ramaylar bu opadan. Mani nomerim bu opada yo'q. Bu o'zlarining raqamlari. Mabodo kartalariga ehson qilmoqchi bo'lsa, o'z kartangiz bormi? Ha, bola pulidan. Ha, kartalari bor ekan. Mabodo 1 millionmi, 500 mingmi yo 100 ming so'm tashlamoqchi bo'lsanglar, o'zlarining kartalarini tashlaydilar. Rahmat. Bo'pti opa. Xo'p.